Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun 137-mavzudagi uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Mavzumizning nomi masalalar yechish. Birinchi misolda hisoblang. Ushbu ifodalar qiymatlari to'plamini tuzing. Eyler-Venn diagrammasini chizing. Unda quyidagi qiymatlarni belgilang. Bu to'plamlar kesishmasi C to'plamni yozing. A va B to'plamda misollar berilgan. A va B to'plamdagi misollarning javoblarini topamiz va ularning javoblarini A to'plamdagisini A to'plam deb, B to'plamdagisini B to'plam deb nomlaymiz. Ikkala to'plamda bir xil bo'lgan elementlardan C to'plamni tuzib olamiz. Bularni Eyler-Venn diagrammasi orqali tasvirlab olamiz. Ikkita doira chizamiz. Qizil doirada A to'plamning elementlarini B to'plamga kirmagan qismini yozamiz. Ikkita doira kesishgan joyda A va B to'plamdagi bir xil elementlarni yozamiz, ya'ni buni C to'plam deb nomlagan edik. Doiraning ko'k qismida A to'plam bilan bir xil bo'lmagan B to'plamning elementlarini yozib chiqamiz. 12-masala. Sinfdagi barcha o'quvchilar rasm chizish yoki musiqa to'garagiga qatnaydi. Rasm chizish to'garagiga 28 nafar, musiqa to'garagiga esa 19 nafar o'quvchi qatnaydi. Ulardan 14 nafari ikkala to'garakka ham qatnaydi. Sinfda necha nafar o'quvchi bor? Bu masalani ikki xil yo'lda yechishimiz mumkin. Birinchi usulda diagramma usulidan foydalanib yechamiz, ikkinchi usulda esa amallar bajarish usulidan foydalanib yechamiz. Rasm chizish to'garagiga 28 nafar o'quvchi qatnaydi. Bularning orasida ikkala to'garakka ham qatnaydigan o'quvchilar bor. Rasm chizish to'garagiga qatnaydigan o'quvchilarning umumiy sonidan, ya'ni 28 dan ikkala to'garakka qatnaydigan o'quvchilar sonini ayirsak, ya'ni 14 ni ayirsak, faqatgina rasm chizish to'garagiga qatnaydigan o'quvchilar sonini bilib olamiz. Ikkala doiraning kesishgan joyida ikkala to'garakka qatnaydigan o'quvchilarning sonini yozamiz, ya'ni 14 deb qo'yamiz. Musiqa to'garagiga 19 nafar o'quvchi qatnaydi, lekin ularning orasida ikkala to'garakka ham qatnaydigan o'quvchilar bor. Shuning uchun 19 dan 14 ni ayirsak, faqatgina musiqa to'garagiga qatnaydigan o'quvchilarning sonini bilib olamiz. Sinfdagi barcha o'quvchilarning sonini topishimiz uchun faqatgina rasm chizish to'garagiga qatnaydigan o'quvchilarning soniga qo'shamiz. Ikkala to'garakka qatnaydigan o'quvchilarning sonini va yana faqatgina musiqa to'garagiga qatnaydigan o'quvchilarning sonini qo'shsak, sinfdagi jami o'quvchilarning soni ma'lum bo'ladi. Ikkinchi usulida esa rasm chizish to'garagiga qatnaydigan o'quvchilar soniga musiqa to'garagiga qatnaydigan o'quvchilar sonini qo'shib, ikkala to'garakka qatnaydigan o'quvchilar sonini ayirsak, sinfdagi jami o'quvchilarning sonini topgan bo'lamiz. Assalomu alaykum